Davom etamiz va savol-javob shartini Bekzod Komiljonovdan boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum hammanglarga. Xo'p, tayyorlanib kelganman. Hammaga ko'rinyapti jamoalarga. 20 yildan beri zakovat ko'rsatuviga savol yo'llayman, lekin hech ham efir yuzini ko'rmagan. QVZdan foydalanib o'sha savolni QVZda bermoqchiman. Qora qutining ichida nima bor? Jizzax tayyor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qora qutining ichida nima bor? O'zi savol o'zi zakovatga beriladigan savol ekanda, to'g'risi. Qora qutining ichiga shuni solib qo'y dedim hozir. Sig'ganda solardik. Ha yigitlar. Qora deydi. Qora quti. Nimasi o'ylantiryapti? Marhamat, beklar tayyor ekan. Qora qutining ichida nima bor? Menimcha u patinkani korobkasiga o'xshayapti. Hozir buning ichida patinka bor desam, beldan pastga hazil qilib qo'ygan bo'lmayman. Men kimning patinkasiligini ham bilaman-da. Yaxshi. Ha yigitlar. Yana 3 ta jamoa bor. Mix tayyor ekan. Qora qutining ichida nima bor? Assalomu alaykum. Eshitdi, patinka bor deyishdi, lekin adashib ocha olmayman aka. Qoraqalpoq yoshlari tayyor ekan. Qora qutining ichida nima bor? Jamoamiz bilan maslahatlashgan holda Aziz javob beradi. Assalomu alaykum. Endi bu zakovatga qabul qilmay ham to'g'ri qilibdi bu savolni. Birinchidan. Ikkinchidan u 20 yildan beri turgan bo'lsa sasib ketgan bo'lsa kerak. Ochmadi-yu. Yangi yulduzlar. Assalomu alaykum. 20 yildan beri zakovatda efirida ko'rmagan, QVZdan foydalanib QVZda aytmoqchiman. Savolni bermoqchiman. Qora qutining ichida nima bor? Bekzod aka, QVZda zakovat savoliga quti bormi? Rahmat. Bekzod Komiljonov Guldiroz Qarsagiylar. Davom etamiz. Qutining egasiga yuzlanamiz. Rahmat, qadrlab shunchalik e'zozlaganingiz uchun. Moldaxonim Asqarxo'jayeva, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, jamoalar. Meni savolim shundan iboratki, bir maqolimiz bor xalqimizda. Onangni otangga bepardoz ko'rsatmagin deshgan. Ota qanday bo'lish kerak? Ota qanday bo'lish kerak? Onani oldida. Rahmat. Mix tayyor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onangni otangga bepardoz ko'rsatish kerak emas deshgan. Shuning uchun ota qanday bo'lish kerak onani oldida? Ota har doim chap tomonda o'tiradigan, mo'ylovli achkida bo'lish kerak. Rahmat. Sizga qo'lingizni ko'taryapsiz? Otani bittada turgizib yubordi-yu. Hop. Yangi yulduzlar. Ota qanday bo'lish kerak? Boshidan yetmadim. Endi ota bu onaga mehribon bo'lish kerak, unga g'amxo'rlik qilish kerak, mashina olib berish kerak. Mana misol uchun bo'ldi bu mashina olibsiz, BMW xursand bo'ldik jamoamiz bilan, to'g'risi. Biz chin dildan aytamiz, mana hozir BMW olibsiz, kelajakda sizni Mercedesda ham ko'rish nasib qilsin. Avval. Ha, mikrofonni avval, keyin qo'yib ketasan-da. Beklar tayyor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onangni otangga bepardoz ko'rsat. Ha, o'zi otangni onangni bo'lib ketdi o'zi.
Onangni ham bo'ldi, otangni ham bo'ldi. Bo'ldi-pa. Bobur aka turgandan bir g'alati bo'lib qoldi. Olim aka shu baqir-chaqirni menga yozib qo'yolmaysizmi? Onangni otangga bepardoz ko'rsatmagin deyishgan. Shunda ota qanday bo'lish kerak onani oldida? Qo'rqma, ashuni ham yozib qo'yishadi. Ota qanday bo'lish kerak onani oldida? Menday bo'lish kerak. Ro'zg'orni zo'r qilib, massajni olib yuraverish kerak. O'zingniki ham chakki emas ekan. O'zingni ham baqir-chaqir bo'ldi. Bo'ldimi Jamol aka? Kim qoldi? Jizzax bilan Qoraqalpoq yoshlari. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onangni otangga bepardoz ko'rsatmagin deyishgan. Shunda ota qanday bo'lish kerak onani oldida? Endi bu sizni savolingizga qaraganda pochcham kosmetikaga pul bermay qoldimi deyman sizga. Jizzaxlik jiyanlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onangni otangga bepardoz ko'rsatmagin deyishgan. Shunda ota qanday bo'lish kerak onani oldida? Onamni otamga qanaqa ko'rsatmasam ham Jizzaxga boraman-ku 10 kundan beri Qivizda yuribman. Borsam aniq otam onamni ko'rsatadi menga. Yaxshi, mantiqiy javob bo'ldi. Mollaxonim Asqarxo'jayeva, Guldiroz Qarsakiylar. Rahmat kattakon, jamoalarga omad tilayman. Rahmat. Davom etamiz. Navbat Dilmurod O'rinovga. Assalomu alaykum barchaga. Xo'sh, savol. Mana ko'chada ko'pchiligimiz mashinada yuramiz. Faraz qiling, sizni dan xodimi to'xtatdi, GAI xodimi. Haqiqatan ham narushina qilgansiz, qoida buzgansiz. Yoningizda dokumentlaringiz ham yo'q. Shunaqa bir bahona topingki, GAI sizni qo'yib yuborsin. Ya indamayman. Qoraqalpoq yoshlari tayyor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sizni GAI xodimi to'xtatdi. Sizni dokumentlaringiz uyda qolgan. Shunaqa bahona topingki, GAI xodimi sizni qo'yib yuborsin. Endi Sevibdi borini aytdi-da. Jizzax tayyor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Real yo'lini bersang endi. Sizni GAI xodimi to'xtatdi. Sizni GAI xodimi to'xtatdi. Dokumentlaringiz yo'q. Shunaqa bahona topingki, GAI xodimi sizni qo'yib yuborsin. Sizni GAI to'xtatdi, dokumentlaringiz yo'q. Beksa qana oladingizmi savolda aka? Men vajohatdan ko'proq narsa kutdim lekin. Tayyormisan? Qani? assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sizni ko'chada GAI xodimi to'xtatdi. Dokumentlaringiz uyda qolgan. Shunaqa bahona topingki, GAI xodimi sizni qo'yib yuborsin. Avvalo Moldopaga o'xshab onangni otangni tashlamaganingizga rahmat. Shunaqa bahona topardimki, bir safar qo'yib yuborib turing, onamni otamga pardoz qilgan ko'rsatgan olib ketayotdim dedim. Qora qutining ichida demadingmi? Ha, bormi? Massajdagilar, davay. Yo, cho'zdirasizlarmi? Yangi yulduzlar, marhamat. Sizni GAI xodimi to'xtatdi. Dokumentlaringiz uyda qolgan. Shunaqa bahona topingki, GAI xodimi sizni qo'yib yuborsin. Aka, to'g'risi hozir GAIga qilinadigan bahona qizuv emas. Men birinchi shartiga ikkita to'rdan keyin rektorga qilinadigan bahona qizuv bo'lyapti bizga hozir. Ha, uni o'yla. Ana, massajdan chiqib kelyapti. Ol, avval. Aha. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sizni GAI xodimi to'xtatdi.
Dokumentlaringiz uyda qolgan. Shunaqa bahona qilingki, sizni qo'yib yuborsin. Endi Andijonda bo'lsa eplaymiz bahona, Toshkentga o'tib ketamiz bahona. Mana shunaqa tinchlik ham kerak. Ilhomning buyuk chirishi deb nomlangan. Rahmat. Dilmurod O'rinov, qarsakiylar. Ana. Qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mo'min Ibrohimov, marhamat. Endi nima desam ekan? Savolda, to'g'rimi, aka? Xo'p. Mana biza odamlar havodan nafas olamiz. Lekin havoni ko'rmaymiz. Mana balular suvda nafas oladi. Suvni ko'radimi shunda? Yo'q, ko'rmaydimi ular? Endi shunaqa savolda. Endi bizning davrimizda qanaqa savollar bo'lardi aka, bilasizmi? Bundan battar bo'lardi aka. Bundan ham battari bu. O'sha davrdan-da o'zi. Tayyormisan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, mana odamlar havodan nafas olishadi, lekin havoni ko'rishmaydi. Balular suvdan nafas olishadi, suvni ko'rishadimi? Million jamoasidan yaxshi aktyor kelib, nimaga bunaqa saviyasiz savol beryapti desam, o'tgan yil konsertda tepadan tushib ketgan ta'sir qildi aka. Shunqor bolalar. Beklar tayyor ekan. Xo'p, aka. Mana odamlar havodan nafas olishadi, lekin havoni ko'rishmaydi. Balular suvdan nafas olishadi, suvni ko'rishadimi? To'g'ri aytdimmi? Adashib ketmadingizmi? Yo'q, adashganim yo'q. Adashganim yo'q. Men ham baliqqa o'xshayman-da, suvda gapira olmayman. Ko'z tegmasa, tinchligimizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, odamlar havodan nafas olishadi, lekin havoni ko'rishmaydi. Balular suvdan nafas olishadi, suvni ko'rishadimi? Mana masalan, odamlar uyda yalang'och cho'miladi. Daryoda kiyim bilan cho'miladi. Shunda odamlar baliqlarda uyaladimi? Ana javob. Yangi yulduzlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rozi bo'lasizlar endi. Xo'p, odamlar havodan nafas olishadi, lekin havoni ko'rishmaydi. Balular suvdan nafas olishadi, suvni ko'rishadimi? Endi suvni ko'radimi, ko'rmaydi bilmayman, lekin agar suvda kimdir havo chiqarsa, u sirasi ko'riladi ham, seziladi ham. Bilinadi ham. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Jizzaxlik jiyanlar. Xo'p, odamlar havodan nafas olishadi, havoni ko'rishadimi? To'xta. Nima chaqib totsan, Nima savol bu? Nima sansan dedi-ku, o'shandan bo'lyapti. Savolni berib. Hali savol berganim yo'q. Yo, siz javobingizga men savol bering. Yo'q, aka. Sizniki? Odamlar havodan nafas olishadi, lekin havoni ko'rishmaydi. Balular suvdan nafas olishadi, lekin suvni ko'rishadimi? Akajon, baliqqa havo ham ko'rinmaydi. Agar ko'ringanda baliq havolanib ketardi. Ketidan ilhom chiqib deb qo'yish kerak ekan. Mo'min Ibrohimov, tashakkur Gulroz qarsakiylar. Va Olimjon Xudoynazarovga navbat. Assalomu alaykum. Jamoalar sal fantaziyani qo'yib yuboringlar. Juda nima deydi? Siqilib qolyapsizlar savol javobda. Juda chiroyli javoblar qilsa bo'ladigan savollar bo'layapti. Bugun quti olib chiqdik ataylab sizlarga oson bo'lsin deb. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsanglar, bir necha yildan beri men shu hakamlar bilan savol javobda maqollardan foydalanaman. Shu maqollarni ishlataverib o'zimda bir savol tug'ilyapti-da. Hayotimda faqat shu maqollar ishlataverishim yoshimdanmi
sochimdanmi? Nima u? Qofiya tushmadi? Mayli. Yoshimdanmi, boshimdanmi bo'lish kerak? Qani? Endi sal shuni ham o'ylanib o'tirmasin deyapman-da. Ochiq aytib qo'ya qoldim. Ha. Beklar tayyor ekan. Qandaydir. U massajdan kelyapti, hamma narsaga tayyor. Demak, Assalomu alaykum. keyingi paytda maqol ko'p ishlatishim yoshimdanmi, sochimdanmi? Yoshingizdan bo'lsa kerak, sochingiz yo'q-ku. Ko'rdingmi? Boshimdanmi deganimda o'xshamasdi hozir. Ha, yo'q, o'xshamas. Boshidan urdi, boshidan. Assalomu alaykum. Yosh kattalarni olib chiqdi. Men o'zidan ko'ra ko'zasidan qo'rqyapman hozir. Demak, mayli. Kamol. Labay siz. Keyingi paytda ko'p maqol ishlatishim yoshimdanmi, sochimdanmi? Menimcha oldingidek bo'lmayotgandan. Bu jonim aytdi. Ko'z tegmas. Tayyormisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, keyingi paytlarda ko'p maqol ishlatishim yoshimdanmi, sochimdanmi? Hurmatli hakamlar, qivizi, fantaziyani qo'yib yuborib, bemalol normalniy savol bersa bo'ladi. Savol beravering. Rahmat. Tayyormisan deb so'radim, ha. Qoraqalpoq yoshlari. Rahmat. Demak, keyingi paytlarda ko'p maqol ishlatishim yoshimdanmi yoki sochimdanmi? Maqoldan boshqa ishlatadigan narsangiz ham yo'q-da. Aniq sochdan emas lekin. Rahmat. Iya, aka, bu bo'lgan-ku. Bo'lgan-ku. Yangi yulduzlar. Demak, keyingi paytda ko'p maqol ishlatishim yoshimdanmi, sochimdanmi? Endi u agar maqola turiga qarab bo'ladi. Misol uchun shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi desa, bu sochingizdan bo'ladi. Agar kerakli yukka og'iri yo'q bo'lsa, bu yoshingizdan bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Olimjon Xudoynazarov, Guldiroz Qarsakiylar va jamoalarga navbatda shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Marhamat.